Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. U17 Osiyo Kubogi O'zbekiston Yaponiya uchrashuvining statistikasi bilan tanishing. Xabaringiz bor, bugun o'smirlar terma jamoamiz Osiyo Kubogining yarim final bosqichida Yaponiya bilan to'qnash kelib, penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi. Asosiy vaqt 1-1, penaltilar seriyasi 3-2. Uchrashuvning statistikasi bilan tanishing. Yaponiya, O'zbekiston. Top nazorati 45%, 55%. Zarbalar 8-9. Darvozaga aniq zarbalar 1-3. Darvozabon seivlar 2-0. Burchak to'plari 9-10. Follar 7-6. Jarima zarbalari 7-8. Sariq kartochkalar 1-1. Qizil kartochkalar 0-0. Ma'lumot o'rnida o'tgan mavsum O'zbekiston U17 terma jamoamiz Osiyo Kubogida zafar quchgan edi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi ustozi o'yinning so'nggi soniyalarida o'tkazib yuborilgan goldan qattiq afsusda ekanini yashirmadi. Biroq shogirdlarning xatti-harakatlarini yuqori baholadi. Yigitlar bilan faxrlanishi, murabbiy jamoasining amaldagi Osiyo chempioni sifatida turnirda munosib qatnashganini va maydonda oxirigacha jang qilganini ta'kidladi. So'nggi daqiqalardagi konsentratsiya, o'yinning 90+6 daqiqasida diqqatni yo'qotish va charchoq sababli o'tkazib yuborilgan gol ustida ishlash kerakligini aytdi. Bu yoshdagi futbolchilarda bunday xatolar uchrashi tabiiyligini bildirdi. Penaltilar seriyasi lotereya. Penaltilar lotereya ekanligini, unda omad raqibga kulib boqqanini e'tirof etdi. Asosiy maqsad bajarildi. Mag'lubiyat alamli bo'lsa-da, jamoa turnir davomida eng muhim vazifani bajarib, jahon chempionati yo'llanmasini naqd qilganini va endi bor e'tibor ushbu global turnirga tayyorgarlikka qaratilishini aytdi. Yigitlarim maydonda bor kuchlarini berishdi. Ular bilan faxrlanaman. To'g'ri, o'yinning so'nggi soniyalarida diqqatni yo'qotdik va darvozamizdan gol o'tkazib yubordik. Bu yoshda bunday xatolar bo'lib turadi. Yigitlar hali juda yosh. Penaltilar seriyasi esa har doim lotereya. Bu safar omad raqibga kulib boqdi. Mag'lubiyat juda alamli, lekin biz asosiy maqsadimizga erishdik. Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdik. Endi bor e'tiborimiz jahon birinchiligiga tayyorgarlikka qaratamiz. Yaponiya U17 bosh murabbiyi. Yaponiya terma jamoasi ustozi so'nggi daqiqalargacha taslim bo'lmagan jamoasining irodasini alohida e'tirof etdi. Xarakter ko'rsatilgani, o'yinning deyarli butun ikkinchi taymida mag'lub bo'layotgan jamoasi oxirigacha bosim o'tkazgani va qo'shib berilgan vaqtda muvozanatni tiklagani uchun yigitlariga rahmat aytdi. O'zbekistonning kuchi. O'zbekiston juda tartibli va himoyada mustahkam jamoa ekanligini yana bir bor isbotladi. Ularning mudofaasini yorib o'tish bizga juda qiyin bo'ldi. Biroq yigitlarim oxirgi soniyalargacha taslim bo'lishmadi va haqiqiy xarakter ko'rsatishdi. Qo'shib berilgan vaqtda gol urib, penaltilar seriyasida g'alaba qozonganimizdan baxtiyorman. Endi bor e'tiborimiz finalga va Osiyo Kubogi chempionligini himoya qilishga qaratiladi. Bugun haqiqiy dramatik o'yin guvohi bo'ldik. O'zbekiston juda tartibli va himoyada mustahkam jamoa ekanligini yana bir bor isbotladi. Ularning mudofaasini yorib o'tish bizga juda qiyin bo'ldi. Biroq yigitlarim oxirgi soniyalargacha taslim bo'lishmadi va haqiqiy xarakter ko'rsatishdi. Qo'shib berilgan vaqtda gol urib, penaltilar seriyasida g'alaba qozonganimizdan baxtiyorman. Endi bor e'tiborimiz finalga va Osiyo Kubogi chempionligini himoya qilishga qaratiladi.